Hurmatli kuzatuvchilar, hammalarga assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz iPhone 16 Pro Max hozirgi kunda eng katta dushmani desa ham bo'ladi va kamera bo'yicha katta raqobatchisi Vivo X200 Ultra bilan yaqindan tanishamiz. Smartfonni unpacking qilamiz, kamera test qilamiz, game test qilamiz, umumiy ko'rib chiqamiz. Yaxshilab joylashib olamiz. Boshladik. Xo'sh, o'rtoqlar, ko'rayotganingizdek, Vivo X200 Pro ni ham korobkasi xuddi shunaqa edi, Ultrada ham xuddi shunaqa ishlab chiqarishgan, deyarli farqlari yo'q. Buni ham menimcha mana bu joydan hozir ochib ko'ramiz. Bismillah. Shaxsan obzor uchun zakaz qildim, o'rtoqlar. Bu bizga kerak emas. Endi korobkani ochib ko'radigan bo'lsak, xo'sh. Xo'p. Telefonni olib turamiz. Birinchi navbatda o'rtoqlar komplektiga ko'z yugurtirib o'ramiz. Nimalar bor? Chexoli yaxshilangan deb eshitdim, mana ko'rishingiz mumkin. Chexoli juda ham sifatli chexoli bor ekan. Makulatura hozircha kerak emas va o'rtoqlar adapter, tezkor adapterimiz bor. Necha vatli bo'ladi? Bu 90 vatli tezkor adapter. Xo'p. Kabelimiz chiqadi o'rtoqlar. Ega C kabel va SIM slot ochish uchun mana shunaqa skripka ham bor. Endi o'rtoqlar telefonni o'ziga kelsak. Xo'p, Vivo X200 Ultra smartfonimizni hozir ochamiz. Mana bu qog'ozini ochish jarayoni menga to'g'risi ham juda ham yoqadi, chunki bu qog'ozni yirtish juda ham yoqimli. O'rtoqlar, dizayniga to'g'ri aytsam, men juda ham kasal bo'lgan edim. O'zi bu smartfonni men ikkinchi marta ochib ko'raman. Birinchisida 512 taligini agar Instagram sahifamga obuna bo'lgan bo'lsangiz, ko'rgan bo'lishingiz kerak. O'rtoqlar, bu smartfon bilan men yaqindan tanishib olishim kerak. Menga ozgina vaqt kerak. Men smartfonni hozir aktivatsiya qilaman, ochib tekshiraman, game testlar qilaman, kamera test o'tkazaman. Umumiy tekshirib chiqqanimdan keyin men videoga qaytib kelaman. Bu sizlarga 1 sekund bitta perexod bilan bo'ladi. Men qaytgunimcha videoga bitta like bosib qo'ysangiz bo'ldi. Xullas o'rtoqlar, men bu model bilan juda ham yaqin bo'lib ketdim. Hattoki iPhone'dan ham voz kechib olishimga ozgina qoldi. Albatta bu hazil. Xullas, smartfonimizdan dizayndan boshlaydigan bo'lsak, ramkasi metaldan va o'rtoqlar orqa panel shishadan. Ko'rayotganingizdek, orqa panel ikki xil ko'rinishda ko'rinadi. Ya'ni mana bu joyda chiziqlari bor va kameraning yarmini tepa qismi o'rtoqlar matvi, oddiy ko'rinishi, hech qanaqa chiziq yo'q. Spichkasi mana bu joyga joylashtirilgan. Bu smartfonimizda 3 ta kamera moduli bilan jihozlangan. Kameraning shaybasiga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, Vivo X200 Pro dan ozgina farq qiladi. Yanada zamonaviyroq va yanada chiroyliroq dizaynga ega. Barcha knopkalar bir joyga joylashtirilgan va o'rtoqlar, bu modelda yana bitta zo'r yangilik. Endi Vivo X200 Ultra da xuddi iPhone'dagi kamerani boshqarish uchun yon tarafda knopka bor, ya'ni kamera control knopkasiga ega. Xullas, bu narsa kamerani ishlatishda juda ham qulay bo'ladi. Misol uchun 2 marotaba bosadigan bo'lsak, kamera ochiladi va o'rtoqlar mana bu joydan bizni chapga suradigan bo'lsak, mana zoom ishlayapti, ya'ni yaqinlashtirishimiz mumkin bo'ladi. Bu funksiyani o'zgartirsak ham bo'ladi. Misol uchun ekspozitsiyani, ya'ni yorug'likni ham misol uchun mana bu joydan o'ngga chapga surib to'g'rilasak bo'lar ekan. Kamerani ishlatishda, ya'ni kamerani yaxshi ko'radigan odamlarga bu juda ham zo'r qo'l kelishi mumkin. Va o'rtoqlar, bu smartfonimizni og'irligi ham o'zini gavdasiga yarasha norma hisoblanadi, o'rtoqlar, ya'ni unchalik ham og'ir emas, lekin yoz kunlari ayniqsa yupqa kiyim bilan, agar misol uchun yupqa shalvar deylik, o'zimizning tilda shalvar bilan kiyadigan bo'lsak, chunki men ishlatib ko'rdim-da, shalvar bilan buni cho'nchagimga solib ko'rdim, ozgina lo'pillayapti, ya'ni sal noqulay ekan. 229 gram. Endi o'rtoqlar, smartfonni shaybasini hisobga olish kerak. Smartfonning shaybasi ham yaxshigina og'irlik beradi va o'rtoqlar, bu smartfonimizning qalinligi 8.69 mm. Lekin smartfon o'zi qo'limizda ishlatib yuradigan bo'lsa, ergonomik tarafdan o'rtacha, juda ham zo'r deb aytolmayman, juda ham yomon deb aytolmayman. Prosta o'rtacha deganim, ya'ni smartfonni ishlatayotganda mengacha mana bu narsa juda ham yoqdi. Ya'ni qo'limni mana shu joyga tirab ishlatadigan bo'lsam, misol uchun yaxshi ekan, qo'lda plotniy turibdi. Lekin yupqa kiyimlarda bu smartfonni cho'ntagingizda olib yuradigan bo'lsangiz, ozgina yoqqa bu yoqqa borib kelishi sizni ozgina g'ashingizga tegishi mumkin. Xullas, smartfonimizning tepa qismiga keladigan bo'lsak, bitta dinamika bor bu joyda, boshqa hech narsa yo'q. Pastki qismiga o'tadigan bo'lsak, hop, dinamika, mikrofon, Type-C radio va SIM slot bilan jihozlangan. O'rtoqlar, bu smartfonda infraqizil texnologiyasi kamerani mana bu joyga joylashtirilgan, ya'ni pult sifatida mana bunaqa foydalanmasa, mana bunaqa qilib foydalanasiz. Ya'ni konditsionerlarni o'chirib qo'yotganda televizorga pult ishlatmoqchi bo'lsangiz, mana shunaqa kamera ko'rinishida boshqarasiz. Xullas, dizaynda shunaqa gaplar. Endi o'rtoqlar, bu smartfonni kamerasiga to'xtaladigan bo'lsak, men o'ylashimcha katta ehtimol bilan bu videoni o'zi bu smartfonni kamerasiga qiziqayotgan odamlar kuzatyapti deb o'ylayman, chunki o'rtoqlar, smartfonning kamerasi rostdan ham juda ham kuchli kamera. Bu model 3 ta kamera modul bilan jihozlangan. Eng qiziqarli joyi uchaloq ham optik zoomga ega. Va yana bitta narsa o'rtoqlar, asosiy kameramiz 50 megapiksel LYT 818 linza bilan jihozlangan. Shirik kamerasi ham xuddi shunaqa ekan o'rtoqlar, ya'ni shirik kameraga ham 50 megapikselli LYT 818 linza bilan jihozlangan. Teleobyektiv kamerasi esa eng kuchli kamera Samsung ISOCELL HP9 bilan, ya'ni 2 megapikselli teleobyektiv kamera o'rnatilgan. Juda ham kuchli kamera. Bu smartfon 8K 30 fps, 4K 60 fps
fps video syomka qila oladi. Selfie kamerasi ham 50 megapiksel va u ham 4K 60 fps video syomka qila oladi. Xullas gapirgandan ko'ra uni tomosha qilgan yaxshi. Bu modeli kamerasida men video qorong'ida ham oldim, yorug'da ham oldim, maksimal zoomini ham tekshirdim, rasmlarga olib test qilib ko'rdim. Hozir o'zingiz bitta baho berib qo'yasizlar, yaxshilab joylashib olamiz. Videomizning eng qiziq joylaridan biri bo'ladi. Ketdi. Xo'sh, o'rtalar, bitta obyektni 0.4 dan boshlab eng oxirgi zoomgacha ko'taraman. Xo'p, bu joyda qushlar bor, ana bu joyda bitta bola o'tiribdi, marojin sotadigan bola. Hammasini ko'rib chiqamiz. Qaranglar, bu 0.4 1, ya'ni 35 mm kamera ishlayapti. Mana bu 2.5 optik ishlayapti. Optik 2.5. Xo'p, mana bu 607 optik ishlayapti. Sifat ko'rasizlar, hali ham o'zini yaxshi ushlab turibdi. Mana hozir o'quvchilar kelyapti, lekin stabilizatsiya ozgina qimirlab ketyapti. No yomon emas. Endi qaranglar, oxirigacha yaqinlashtiraman. 13.4. Mana odamlarga ahamiyat bering, bolalarni qanaqa chiqarib beryapti. Va hozirgi marojin sotadigan akamiz qarang, mana yozuvlarni zo'r chiqarib beryapti. Mana Andijon, marojni Andijon bilsa bilar, reklama bo'lib ketdi. Ice cream. Hop, qanchalik uzoqdan olayotganimni hozir qaranglar. Sizga ko'rsataman. Ko'rasizlar? Yaxshigina uzoqda. Xo'sh, o'rtoqlar, mana bu endi ko'rayotgan kadringiz portret videoda syomka qilinyapti. Bu portretda 4K 30 fps syomka qiladi. Qanaqa meni ajratib beryapti? Orqani qanaqa blur qilyapti? Detalizatsiya, ranglar, o'zi umumiy obyekt bo'lib turibdi. Hozir bu kadrda shularni qanaqa chiqarib beryapti? O'zingizlarning fikringizni kommentariyga yozib qoldiringlar. Men har doimgidek fikr bera olmayman, chunki men kamera qarshisida turibman. Men endi bu yoqni montajda ko'rib olaman. Hozir Shiri kamerada syomka qilyapman. O'rtoqlar, Shiri kamerasi asosiy kamera bilan bir xil, linzasi ham, megapiksellari ham bir xil, 460 fps ga qo'yib yurib ketyapman. Stabilizatsiyasiga ham o'zingiz bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Buni Shiri kamerasi ham juda ham zo'r kadrlar chiqarsa bo'ladi, chunki o'rtoqlar Shiri kamerasi 0.4, 0.5 yoki 0.6 emas, 0.4. Xullas, sifat mana shunaqa tarzda bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar o'rtoqlar? Shiri kamerasi boshqa smartfonlarning Shiri kamerasini yengib qo'yarmikan, ya'ni qo'pol qilib aytganda urarmikan degan savol tug'iladi. Kommentariy yozib qoldiringlar. Endi o'rtoqlar o'zini standart, ya'ni 1x ni tekshirib ko'ramiz. 4K 60 fps ga qo'yilgan. Hozir ko'ramiz, birda o'zini yaxshi ko'rsatadimi. Xo'p, mana bu yashil hududni ko'ramiz. Suv, daraxt va mana bu kemani ko'ramiz. Yasab qo'yishgan shunaqa. Xo'p, mana shu holatda hozir optik zoomlarni tekshirib chiqamiz. Bizga bino kerak bo'ladi. Mana bu binodan foydalanamiz. Mana bu ustakalarimiz rozi bo'lishadi. Ulardan so'ramasdan syomka qilyapman. 2.5. Bu 2.5 optik zoom. Binoni ko'ramiz. Yaxshi detalizatsiya qilyapti. 6.7 ga qo'yaman endi. Bu 6.7 zoom. Baraka topsin, juda ham chiroyli qilib. Mana Al Capone yopishtirishyapti. Nima bu? Al Capone'ga o'xshatdi. Xo'p, binoni ko'ramiz. Juda ham zo'r, ya'ni devordagi naqshlarni chiqarib beryapti, ya'ni teksturani chiqarib beryapti. Detalizatsiya yaxshi. Xo'p, yana birga qaytaramiz. Endi eng oxirgi zoomdan foydalanamiz. Bu 6.7. Mana bu 13.4. To'r. Okey, yaram. 6.7. 13.4. Odam chiqarib beryapti. Ko'zimga yorug'da achchiq taqib qo'yganman, achchigim qorayib qoldi, yaxshi ko'ra olmayman qanaqa chiqarib berayotganini, lekin Al Capone yozuvlari o'qilyapti, qaysi brendligi. Hammasi yaxshi. Xo'p, o'rtaga qaytaramiz. 6.7 yana. Avtofokus tekshirib ko'ramiz o'rtoqlar. Obyektdan obyektga alishayotganda fokus qanaqa o'ynab berar ekan. Xo'p, daraxt. Chumollar o'ynab yuribdi. Obyekt. Daraxt, umumiy kadr. Daraxtga qaytaramiz. Sirazi kadrga. Daraxtga, kadrga. Yaxshi, juda ham yumshoqlik bilan fokus o'ynayapti. Obyekt o'zgarganda fokus o'zi yumshoqlik bilan topib olyapti o'sha joyga.
Yomon emas avtofokuslari. Bu modelda makro degan rejim yo'q, lekin teleobyektiv kameradan makro kabi foydalansa bo'ladi. Masalan, mana bu guldan biz foydalanamiz. Xo'p. Ketdi, yaqinlashtiramiz. Mana obyekt ushlab oldi. Gulli nima deydi? Unchasi deydi, nima derdi? Xullas. Tushundinglar-ku. Juda ham zo'r. Yarki qilib ajratib ko'rsatib beryapti. Misol uchun boshqasiga o'tamiz. Mana. Qaranglar, juda ham sifatli olyapti. Xuddi professional kamera kabi. Menga shunaqa ko'ryapti. Menimcha sizlarga ham shunaqa ko'rinsa kerak. Juda ham zo'r. Orqaga qaytaramiz. Mana shu kichkinagina urug'dan makroni ishlatdik, ya'ni makro kabi foydalandik. Juda ham zo'r bajarib berdi bu ishni. Menimcha sizlarga ham yoqdi deb o'ylayman. Bu selfie kamera. 4K 60 fps video syomka qilinyapti. O'zi bunaqa smartfonlarni, ya'ni kamerafon smartfonlarni kamerasi uchun alohida kontent tayyorlash kerak. Chunki kamerada juda ham ko'p funksiyalar bor. Hozir men bu videoda ko'p funksiyalarni sizlarga ko'rsatib bera olmayman. Juda ham cho'zilib ketib qoladi. Shunaqa tayyorlagan bo'lardim agar O'zbekistonda ham smartfonlarning kamerasiga qiziqishlar ko'p bo'lganda bitta birinchi obzor qilardim, keyin kamerasi uchun alohida kontent tayyorlardim. O'zbekistonda qiziqishlar kam. Men bu narsani kameralar jangi videolardan bilib olganman. U yerda katta mehnat qilingan 3 ta smartfonlarni misol uchun kameralarni taqqoslab video qilganman, lekin ko'rishlar soni juda ham kam. Men o'ylaganmanki, demak O'zbekistonda kameraga qiziquvchilar juda ham kam. Agar ko'p bo'lganda har bitta smartfonni, birinchi smartfon o'zini obzor qilardim, keyin kamerasi uchun alohida bitta video tayyorladim. Chunki kamerada shunaqa ko'p funksiyalar borki, unga bitta alohida video tayyorlash kerak. 15-20 minut bo'lib ketib qoladi. Shuning uchun o'rtoqlar, kameraga qiziqishlar ko'paysa, keyin sekin-sekin mana shu narsani men o'zim yo'lga qo'yaman. Ya'ni har bitta kamerafonni kamerasi uchun alohida kontent tayyorlayman. Bu selfie kamerasi edi, 4K 60 fps. Mana shunaqa sifatli syomka qildi. Stabilizatsiyalarga, umumiy kadrga, detalizatsiya, ranglar hammasiga bitta baho berib qo'yasizlar. Qorong'uda video syomka qilishni boshladik o'rtoqlar. Video syomka qilishimdan oldin men birinchi rasmlarga oldim. Birinchi rasmlarda tekshirib ko'rdim, lekin tan berdim rasmga olishiga. Qorong'uda yorib yuborar ekan bu model rasmga olishga. Hozir videolar tugagandan keyin rasmlarga o'tamiz. Rasmlarni o'zingizlar ko'rasizlar. Prosta mazza qilardim bor rasmga olishga. To'g'ri, boshqa smartfonlar ham oladi qorong'uda yaxshi rasmni. Misol uchun Samsung ham olib bera oladi, lekin bilmadim, Vivochalik olmasa kerak deb o'ylayman. Hozir ko'rasizlar o'zingizlar. Videolar tugagandan keyin rasmga o'tasizlar, o'shanda ko'rasizlar. Tungi rejimda tekshirib ko'ramiz o'rtoqlar. Syomkamizni mana shu joydan boshladik. Xo'p, bu 0.1 fedap. Mana bu binoni detalizatsiya qilishni tekshiramiz. Xo'p, 2,5 yana fedap. Juda ham zo'r detalizatsiya qilinyapti va ichkaridagi odamlar. Xo'p, 6.7 detalizatsiya. Zo'r. Juda ham yaxshi. Zerno deyarli bermayapti. Kam, bilinar bilinmas zerno bor. Lekin umumiy kadr prosta yorib yuboryapti. 6.7 mana yana bitta binoni detalizatsiya qilishni ko'ramiz. Yomon emas o'rtoqlar tungi rejimda. Menga yoqdi lekin.
Hozir siz bu smartfonni kamera sifatini ko'rib, "Vau, mana shunaqa smartfon sotib olaman" desangiz, lekin bozorga borib topa olmasangiz, bu juda ham alam qiladi. Chunki bu model O'zbekistonda vitrinada, bozorlarda sotiladigan model emas, asosan buyurtma asosida olib kelinadi. Lekin tashvishga hojat yo'q. Hozir men sizga qanaqa qilib sotib olish va kimga murojaat qilishni eng zo'r yo'lini ko'rsatib beraman. Xo'p, qarang, hech qayerga chiqmaysiz, uyingizda o'tirgan holatda faqat Telegramga kirasiz. Telegramga kirib yozasiz, poistga Ag'zab Market deb yozganingizdan keyin mana shu Telegram kanal chiqib keladi. Endi kanalga kiradigan bo'lsangiz, mana bitta ko'z yugurtiramiz. Ko'rayotganingizdek, juda ham noyob bo'lgan smartfonlar va игровой kamerafon smartfonlar narxlari va misol uchun ozgina xarakteristika berilgan bu joyda va shartlari ham yozilgan. Keling biz ana mavzuyimizda hozir Vivo X200 Ultra botni misol uchun ana shu joyga to'xtalamiz. Pastroqqa tushamiz. Ko'rasizlar, Magic 7 Pro, har xil Redmi Turbo Tour, juda ham ko'p smartfonlarni buyurtma bersangiz bo'ladi va mana ko'rayotganingizdek Vivo X200 Ultra ozgina xarakteristika yozilgan va 12 ga 256 $975, 16 ga 512 $1060, 16 ga 1 terabayt $1210 yozilgan. Endi pastini o'qiydigan bo'lsangiz, o'rtalar mana yozib qo'yibdi. Xitoydan 3-10 kunda yetib keladi. Oldindan to'lib, bor yo'g'i $40. $40 to'laysiz, buyurtma berasiz. $40 to'lashga ham o'rtalar hech qayerga borish shart emas. Uyingizda o'tiribsiz, faqat karta orqali to'lab olasiz. To'lab olasiz. Keyin o'rtalar smartfonni olib kelishgandan keyin qo'lingizga topshiradi, qolgan qismini to'laysiz, ya'ni qolgan pulni to'lab olasiz, bo'ldi. Uyingizdan chiqmagan holatda siz bemalol mana shunaqa kamerafon, игровой smartfonlarni sotib olsangiz bo'ladi. Kanalga obuna bo'lishni maslahat beraman, chunki o'rtalar smartfonlar qachonki yangi smartfon chiqish bilan doim bu kanalga yuklab boriladi, narxlari bilan sizni tanishtirib boradi. Joyida qo'yilgandan keyin sirazi buyurtma bersangiz bo'ladi. Va o'rtalar bu kanallar adminlari juda ham tajribali. Ancha yildan beri mana shu ish bilan shug'ullanishyapti. O'zini ishini ustasi va sifati ham juda ham zo'r. Xullas o'rtalar men sizlarga mana shunaqa smartfonlar sotib olishda Ag'zab Marketda taklif qilgan bo'lardim. Davom etamiz. Smartfonni displeyga to'xtaladigan bo'lsak, 608 zoom AMOLED displey bilan jihozlangan. Piksel ruxsati 1440 3168, bu ya'ni 2K degani. 120 MHz qo'llab-quvvatlaydi. 1 GHz dan 120 MHz gacha ilovaga qarab o'zi adaptatsiya qiladi. Maksimal yorug'lik 4500 nit, HDR Dolby Vision ni qo'llab-quvvatlaydi. Displey himoyasi uchun Armor Glass texnologiyasidan foydalanilgan va o'rtalar bu modelning displeyi smartfonning korpusini 89% ni egallagan. Displeyda oldingi modelga qaraganda ozgina o'zgarish bo'lgan. Vivo X200 Pro 1.5K ni qo'llab displeyi o'rtalar bu model endi Vivo X200 Ultra 2K bo'ldi, ya'ni displeyda ozgina o'zgarish kiritilgan. Bu modelni protsessoriga to'xtaladigan bo'lsak, Qualcomm Snapdragon 8 Elite bilan jihozlandi. Oldingi model, ya'ni Vivo X200 Pro esa o'rtalar MediaTek Dimensity 9400 bilan jihozlangan edi. Protsessorda ham ozgina yangilanish bo'ldi. Operativ xotirasi 12 va 16 GB versiyalari sotuvga chiqqan. Asosiy xotirasi 256 dan 1 terabaytgacha bo'lgan versiyalarni sotib olsangiz bo'ladi. Grafik protsessori Adreno 830. O'rtalar endi bu smartfonni hozir test qilamiz, interfeyslarni ko'rib chiqamiz, ishlash tezligi, ikonklarning tezligi, AnTuTu test qilamiz. Hammasini ko'rib chiqamiz. PUBG o'yindan test qilib ko'raman. O'rtalar o'zi bu modelda shart emas tekshirish, chunki birizgina ochishi ma'lum, lekin obunachilarimiz bu narsa uchun ham qiziqishadi. Shuning uchun ko'rsatib beraman. Xo'p, nastroyka plavning qo'yamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Extreme Plus bor va Ultra Extreme, ya'ni 120 ni qo'llab-quvvatladi. Bosadigan bo'lsa, ana endi juda ham tezkor. Endi siz 120 bu videoda chusut qilmaysiz, chunki video 60 FPS da syomka qilinayotganligi uchun, lekin men bu narsani juda ham yaxshi chusut qilaman, ya'ni sezyapman. Zo'r o'rtalar plavni o'ynalishi bu joyda o'sha xuddi Vivo X200 Pro da nima bo'lsa, misol uchun mana ko'rayotganingiz bus qilsangiz bo'ladi, ya'ni balansi turibdi, mana bus qiladigan bo'lsangiz bor kuchi bilan ishlab beradi. Bu energiya, xullas hammasi zo'r. Smartfonning interfeys ishlashini ko'rib chiqamiz. O'rtalar bu ham boshqa Androidlarga o'xshagan Android smartfon, ya'ni Android 15 eng oxirgisi. Android 16 chiqishi bilan bu model ham qabul qiladi. Xullas o'rtalar ko'rayotganingizdek, Vivo X200 Pro bilan bir xil, agar u videomni ko'rgan bo'lsangiz, menyulari bir xil va o'rtalar bu aynan mana bu smartfon Xitoyga ishlab chiqarilganligi uchun buni o'zida zapis zvonkov avtomatik tarzda yozib boradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu joydan hozir qaniydi? Mana zapis vizov avtomatik yoqib qo'yamiz, o'zi yozib boradi. Agar global versiya taqdim etilgandan keyin bu funksiya globalda bo'lmaydi. Xullas o'rtalar juda ham ko'p funksiyalarga ega. Agar hammasi bilan tanishadigan bo'lsak, videomiz juda ham cho'zilib ketadi. AI funksiyalari ham bor, lekin hozircha bu Xitoy tilida bo'lganligi uchun kiradigan bo'lsak, mana hop Xitoy tilida yozayotganligi uchun bu narsani sizlarga tanishtirib bera olmayman, lekin juda ham zo'r AI funksiyalari bor. Hop, game rejimlari bor. Batareyga kiradigan bo'lsak, o'rtalar juda ham qiziq narsalar bor. Batareykasida hop bu modelni ham misol uchun yonkisi ko'rsatyapti. Mana 100, chunki bu telefon yangi telefon. Hop, bu joydan mana uskoreniyni ko'tarsangiz bo'ladi.
Ya'ni batareykani uskirgan qilsangiz, telefon juda ham tezroq ishlab beradi. Balansda telefon o'rtacha ishlab berib turadi. Mana shunaqa funksiyalarga ega va o'rtoqli smartfonimizni panelni ko'radigan bo'lsak, o'rtoqli ko'rishingiz mumkin. Panel ham juda ham sodda, tushunarli. Hamma narsani mana bu joydan o'zingiz nastroyka qilib olsangiz bo'ladi va ko'zga qulay. Ko'rasizlar, o'rtoqli hammasi juda ham zo'r ko'rinib turibdi. iPhone'nikiga ozgina o'xshab ketadi deb ayta olaman, lekin to'liq o'xshamaydi, ozgina o'xshab ketishlik bor. Va o'rtoqli bu smartfonni men AnTuTu'da test qilib ko'rdim. Ko'rishingiz mumkin. 2.726.718 balig'gan, lekin test qilib bo'lgandan keyin qo'limga olganimda smartfonni qizish holatini sezdim. Telefon yaxshigina qizigan edi. O'rtoqlar, endi Snapdragon protsessor juda ham ko'p smartfonlarda qizish holati kuzatilyapti. Xullas, o'rtoqlar, umumiy ishlashi yomon emas, juda ham zo'r va o'rtoqlar, ruskiy yazik bor va boshqa davlat tillari ham bor. Misol uchun, Xitoyga ishlab chiqarilgan Redmi'larda ruskiy yazik bo'lmaydi, bu modelda bor. Lekin Play Market tashqaridan o'rnatdim, ya'ni zavодской bo'lmaydi. Oddiy brauzerga kirib Play Market skechadi desangiz, o'zi o'rnatib beradi. Отпечаткani ko'radigan bo'lsa, eng oxirgi texnologiya, tezligini ko'rasizlar. Отпечатка tezligi to'g'risi men o'zim ham maza qildim. Juda ham tezlik bilan ochilyapti. Hech qanaqa uzilish, ya'ni orada qotib qolish degan narsalar bo'lmayapti. Juda ham tez, ya'ni ultrasound texnologiya asosida bu smartfonga отпечатка o'rnatilgan. Xullas, yomon emas o'rtoqlar, ishlatishga juda ham zo'r. Bunaqangi qimmat smartfonda 2K displeyda biror kontent iste'mol qilayotganda bu smartfonda dinamikalari qanchalik sifatli chiqarib beradi? Keling dinamikasini test qilib ko'ramiz. O'rtoqlar, bu smartfonni ham dinamikasini test qilib ko'ramiz. Hozir men mikrofonni yechaman va mana bu joyga mikrofonni qo'yaman. Hop, o'rtoqlar, dinamikasi zo'r. Kontent iste'mol qilish uchun, nima ularni eshitish uchun juda ham zo'r xizmat qiladi. Bu narsa uchun ham o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. 5G bor, Bluetooth 5.4 qo'llab-quvvatlaydi, lekin bu modelda eSIM yo'q, chunki bu Xitoy uchun ishlab chiqarilgan model, hali global versiyasi taqdim etilmagan. Bu model avtonomist tarafdan qanaqa ekan degan savol tug'ilishi mumkin. 6000 mAh batareykaga ega o'rtoqlar, bu juda ham zo'r degani. 90 vatli adapter orqali zaryadga oladi. Ichidan shunaqa adapter chiqadi. Boya ko'rganingizdek 40 vattgacha bespirovod zaryadga oladi va o'rtoqlar, boshqa smartfonlarga ham o'zidan zaryad berish imkoniyati ham bor. Xullas, smartfon batareyka taraflama yomon emas. Xo'sh, o'rtoqlar, bu model sizlarga yoqdimi? Bu modelning kamerasi sizlarga yoqdimi? Protsessori yoqdimi? Nimasi yoqdi, nimasi yoqmadi? Sizlarning fikringiz menga juda ham qiziq bo'ladi. Aytgancha o'rtoqlar, yana bitta narsa. Agarda shu narsa sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariyada o'rtoqlar mana shu narsani bitta portlat bersanglar, shu videoni ham tezroq chiqarib berishga harakat qilaman. Qaranglar o'rtoqlar. Vivo X200 Ultra iPhone 16 Pro Max bilan kamerasini taqqoslab YouTube'ga qo'ysam, sizlarga bu narsa qiziq bo'ladimi yoki buni Instagramga qo'yaymi, qisqaroq qilib yoki YouTube'ga to'liq obzor qilib beraymi? Misol uchun birdan boshlab oxiriga zoomgacha qilamiz, qorong'uda misol uchun stabilizatsiyasini tekshiramiz va 120 FPS da qanaqa syomka qiladi, ikkilovini ham tekshirib ko'ramiz. Hammasini test qilib YouTube'ga qo'yib berishim mumkin. Uning uchun o'rtoqlar, sizlar bu videoga like bilan meni qo'llab tursanglar, komment bilan qo'llab tursanglar, menga bir motivatsiya keladi. Ana o'sha videoni tezroq chiqarib berishga harakat qilaman. Bugungi videomizni shu bilan yakunlaymiz o'rtoqlar. Sizlardan bu video uchun like kutib qolaman, komment, agar kanalimda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni maslahat bergan bo'lardim. Juda ham zo'r smartfonlarning obzorini o'tkazib yubormaysiz. Xullas, shunaqa gaplar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.